Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi ko'mirni qatnashgan xonadoningizga keldik. Bu yerimiz Shovot tumani, Bo'rash qishlog'i, Qaysarinlarda mahallada. Astana mahalla. Astana mahallada joylashgan. Qo'ng'ishni, yan qo'ng'ishni bozor rayoni. Bozor rayoni. Bundan da videolarda ko'rgan bo'lsangiz, xudo xolasa bozor rayoni o'g'lini o'zini uyini, qarindoshining uyini ham qurib berdik. Avval birinchi sababchi bilan yana shu ham Mulla bor. Mulla bor. Tajribam sababchi. Tajribam uyini ko'rgansiz siz. Qilishini ko'rdingizmi? Shu kasiyatda u. Shu tafsirida ham xudo xolasa 4-uyini qilib beryapmiz. Yana bir odam mashq turibdi bu yerda. Xudo xolasa uni asosiy sababchisi shu Qurshadaran ekan. Xudo xolasa sog'lik bo'lsa, uni ham qilib qaramiz nasib etsa. Yana bir yo'lda ko'rsatib bersak, xudo xolasa katta uy ekan bo'ladi. Siz uyingiz. Mana bu dalamiz salkam 15 metr, buning esi 5 metr ekan. Katta uy ham xonalarimiz ham katta ekanda. Hozir aytganimizdan beri 20 dan 18 dan ham. 20 dan az qo'yildi. Amerikaga turadi, yuqoridan pastdan Abratiya podashati. Yana bu qalinligi 2.7 stenkali turboqlar o'tdi. Rossiyskiy 2.8 bo'ladi. Rossiyskiy bilan deyman shularni. Yana bu ham rossiyskiy turboqlar o'tdi. Общий beradi. 120 metr turba ketdi beradi. 120 metr. 30 ming so'm metr. Yana bu 18 dan, ikkinchi batareyasi. Yo, 20 oldim. Tamam 20 dan. Ha. Tamam 20 dan. 20 dan. Ben zaten bu sene tanır mı? Evet, görüyorum. Yanıma gelmez. Bu üçüncü makara. Bir an bir gün olmuş da. Ha. Zaten krallarla iki adamla Rızasından kazanıp Amerikan krallara işlemden beri. Bam kalın kurma. Bir yere müptak ulaşlanmaz. Gördüğünüz aklı değil. Gördüm. Acayip yapıyor. Geç kadar müptak ulaşlanmaz. Bu işe oldu en az var. Az daha şöyle şu zıra belirttiler yine. Nereden? Rezo'dan. Biz Rezo'dan. Ustalar pişirgenden gelmedi abi. Yok, ustalar pişirgeninden bir yerinden Bir geçiyor. yerinden gelmedi. Aynen. Bir yerinden yaşamak güzel. Üzerimizi köne, yani çoyun. Özünde çoyun batırı var eken, kichkina fe'li yaxshi qil ekanda bu. Az suv oladi, shuncha o'zligini qo'yib berdik. Yana unda bu tishlari ham shu bilan ishlandi. Keyingi xonasini ham ko'rsatib beradi. 15 tane. 15 mi? 15 tane o'zligini yana joyiga qo'yib tushiradi. Yani shunday o'tishi, tadasasizlarga to'xtatib, abatchasi keyinga qaytib beradi. Fonlarni ham tutib, abatchasini beradi. Zakoda kızdı. Sen Acayip kızlar mı? mesela bir yıl özü Samatop'tan mı yapıştırmadı? Geldi zaten. Az bunu akşam yapıp verdik, bir operasyon yaptığımız hemen gördük ama. Var gördüm. Yok, gözlerinde sual var ama istemez ha. Yok zaten. Ben ona göz. Olur mu? Sesini. Benim 15 tane koydum. Ya 15 tane. 15 tane. Kim benim kokmaya koydum. Aa, bu da kokmuyor. Çok adam kızı kalktı, onun için nereden turbaların içine koyuşları, çünkü gözlerinde bedavız ama. Çok adam aydadı, kanalara girmeye mesela. Girmediyseniz girmiyoruz, alıyoruz da. Adamların yaşında da 10 nedir, 10 yerimiz yok. Adamla surat tuttu, sonra bana şu işlerde gözetip dayandı da birimdiler. Şey geçeceğim, çok adam kaza kaldı da şuna beraber. Yine geçişler, engiler. O maktanı düşünemez de ki. Prosto gözetip geçişler de adamlara. Şunlar kısa kadar olanlar çok akılları var. Şey geçeceğim için. Abi kanalım gözetip. Yine benim şu yukarıda yanadım. 30 kilovatlık katı koyuldu. Biz o tüpleri, benimle gelecekte özünüz oraya mandalıyız. Ya. Eshiklarni soylanadigan hammasiga коробка bo'ladi. Ventilyator 130 wattlik. Mana bestonloydan qo'yildi. Endi buni o'rag'animiz yaxshilagan. Bu kraska urish kerakmi? Yo'q, mana kraska emas, buni o'rashimiz kerak buni. Ha. Minivata bilan aylantirib, tuniga o'rashimiz. Nasos o'ylanishlarini, nasos ishini bilandi. Yaqinroqqa qo'yib qo'ysak. Bu nasos dim shumsiz ekanmi? Shum chiqarmaydi. Shum chiqargan taqdirda men bunda gerizalik qo'yildi. İkisi ilk turasdan bir yıldan keyin içinden zeng çıkardı olsa 2 yıldan keyin zeng çıkıp azgına ses çıkarıp başladı da azgına kadar. Şu vaktinde iş filtre içinden musulunu bana götürmeydi. İlk durup filtreden tazala veresiz da. Suyut içken vakti bunu açık koyarsınız, suyut bu vakti ilk koyarsınız. Hem samat yok aylanadı, hem nerede aylanadı.
Endi lekin Samad aka emas, nasos bilan tavsiya etamiz. Suv to'ksa iloji yo'q hozir. Yo'q, suv to'ksa. Samigalar suv to'ksa yarab bermaydi. Suv to'ksa baribir teylari sal sovuq aylanadi. Chunki bunda bir yanadi, bir yanganiga o'chib turadi. Bu pastdan ham tursa ekan bu. Gaz gibi. Pastdan ham tursa, ponni aylantirib turadi teylarni. Bu o'chib turgandan keyin yuqorisi esa past salqinroq bo'ladi. Shuning uchun nasos tavsiya beramiz. Yana bu kondensat bermaydi. Shunda har kamerada har xil gradus bo'yicha kondensat kam bo'ladi. Ham buni o'rab qo'yishingiz kerak-da. Tunuka ustidan minivata o'rab turib, ustidan tunuka o'rash kerak. Bo'yi qilamiz. Machoklarni ham o'rab qo'yishingiz kerak. O'sha yerda teploq bateriya bo'ladi. Ishlarni ham o'rashingiz kerak, tabiiylar. Hozir shuni ertaroq shuni nima bo'ldi? O'tgan o'tirganimiz. Bir ko'chada 3 odamligini o'tirdik. Birsiniki 35, arqoniki 35, uchinchisi 55 kilo ketdi. 60 kilo ketadi dedi-da. Shu o'zim shunda shuna o'ranganingizdan keyin o'radik dedi. Shundan ham xizmat dedi. Uni bilsak o'raman ekan-da. O'raman ekan, prosto bizning evimizda bo'ylaganda, yaqinda o'zi shuni borib ko'rdik, o'radi, o'ragandan keyin o'zi normalniy deb telefon tutdilar. Shuni o'ragandan keyin normalniy bo'ldi dedi. Shuncha o'zingiz ham o'rab berasiz, o'ragandan keyin rasmiy o'zgaradi. Rasxoti kamayadi-da. Hozir bu ishni ochib turgandan keyin rasxot ko'p bo'ladi bunda. To'g'ri. Ina bular o'ralmasa, ina bo'lsa o'ralmasa rasxot ko'p bo'ladi. Bunda hozir yarim emasdan 2dan 1, 3dan 1 qismi qo'shiladi-da bunga. Shunday bo'lsa batareyasi ko'p bo'ladi buni. Shuncha o'rab qo'yganingiz yaxshi-da o'zi. Eshiklardan foydalaninglar. 4 qator tiplar menniki bor. Bu eshiklar 3 qator tuzalgan. Ko'p odam buni bo'lmaydi degan, masalan, bu sizga bizlar lekin ishi bo'ladi menimcha. Ko'p odam yapmaydi-da, o'sha boltlarga bo'lgan yaxshi deydi. Bizlarga boltlarga emas lekin. Mana. Bir asl beklangan yaxshi menimcha. Men shuningda o'ylayman lekin. Yana bilmadim. Kimga shunday kontrol kerak bo'lsa, yoki kontrol xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol pastga nomerlarni aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa qo'llangancha ishlab beraveramiz. Ko'nglingiz yoqdimi? Qilgan ishlarimiz? Acayip gap yo'q. Shu mulla bolam tavsiyasi bilan shuni qo'ng'ishlarni ham o'tirdi. Shundasi bilan yana qildik. Mulla bolam ponni o'zi sinovdan o'tirib qo'ydi. Necha tonna dedi u? 5 tonna dedi, men 6 tonna ketdi dedi. 6 tonna yashamoq kerakmidi-da? Tom jalli qizdirgan ekan. To'g'ri. Ko'p odam aytadi-da, masalan, men 2 tonna, 3 tonna yakmasangiz 1 tonna bilan chiqsangiz. Yakmasangiz. Uyni hazartib o'tirib, zakonni qiz tuzini desangiz, suyingizdan 5-6 tonna ketadi. Oddiy ko'mirda. Shinek, ya'ni qazaq ko'mirda bu ekonom etmaydi lekin. Qazaq ko'mirda shinekli kotel ekonom etadi. Ostan berib turadi-da, bunda ekonom bo'lmaydi. Bu shu oddiy qazaq O'zbekiston ko'miri moslashgan Angrina, lekin bu ko'mir tanlamaydi. O'dan ham tanlam hammasi ketaveradi buni. Tappani salasiz buni. İzler olsa da yakaladı bu. Ama bu karşılanan sorumuz sağ selamet olasılar.